Xo'p, biz hozir velik olyapmiz. Abdulaziz aka. GoPro'ga. Yaxshi ko'ryapsizmi? Zo'r ko'raman. Chotki. Sal pasaytiraymi yo? Xo'sh. Jichchi. Bo'ldi mana. Zo'r. Laptur burunindamiz. Hozir velik uchamiz. Yomg'ir yog'yapti. Erta. Jamshon aka. GoPro. Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Biz Laptur burunimda. Va bugun juda ham yomg'irli, xuddi ana Uzuklar hukmdori filmiga o'xshagan bulutli ob-havoda velosipedda uchamiz. Ketdik. Ketdi sizlar. 360 kameramiz ham bor, dronlarimiz ham bor, hamma yo'g'imiz bor. Biz velikka, mana biz veligimiz. Xo'p. Bismillah. Yuhu. Abdulaziz ketdikmi? Ketdik aka. Kamera yaxshi ko'rinyapti degan umiddaman. Yuhu! Paslarni bitta ko'rsataman hozir. Mana ko'rsa bo'ladi va mana ketyapmiz. Qochlaring yo'ldan. Orqamizda kelishyaptimi? Abdulaziz. Kelyapsizmi? Yuhu, ajoyib bo'lyapti lekin boru. Mana 300 orqamdan suv sepyapti Abdulaziz. Orqamizdan qoldi. Achtung! Yuhu! Anaron joydan hozir bitta qarab olamiz. Sheriklar kelyaptimi yo'qmi? Bu yoqqa Abdulaziz, tepa bu yoqqa. Bu yoq zo'r. Qaytishda bu yoqdan qaytamiz. Qaytishda bu yo'ldan qaytamiz. Ha, mashinagami? Xo'p, mashinaga narsalar qo'yar ekanmiz. Bitta qaytar ekanmiz. Mashina qayerga qo'yishgan ekan? Yuhu! Bor-ku bu. Yomg'ir shunaqa yog'yapti endi. Sizlarga ko'rinyaptimi bilmayman azizlar, lekin va xudo xolasa yomg'ir yog'magan kunda ham bitta kelaman boru. Jamshon aka, suv beryaptimi tezdan? Shimlar ho'l bo'lib ketdimi? Uy! Bundan cho'milsam ham mana shunaqa maza qilardim. To'g'ri? Men ichkariga kirib turaman, Abdulaziz. Yomg'irdan qochib ichkariga kirib turibman. Bo'pti. Sheriklarim yomg'irda turganda men ichkarida turmay. Aka, siz ham kamerangizni ham qo'yib olasizmi? Kamera xavfli demdan havoda. Ha.
Men sumkami? Men ham sumkam qo'yib qo'yaymi ekan? Qo'ying, qilib qo'ying aka. 360 bor xolos bitta. 360 mi? Ha. 360 ga sumka qilyapsiz siz? Menda nimam yo'q-da, chipim yo'q-da. Lishni. Men 360 ga siz anaqaga. GoPro'ga. GoPro'ga. Qizig'ib, shunday chim kerak ekan qo'yishga. Nega? Ha, ichingizda ham bormidi? Sotosi bo'ladi, mo'tami? Dajlikmi? Ha. O'sha yerdan olish kerak edi, bo'ldi endi. O'zi bo'larish bo'ldi-yu. Bu foydasi yo'q. Bunaqa olib qo'ygan ham o'zini. Bismillah. Hop, akalar. Akalar. Narigi tomondan ketamizmi, bu yoqdanmi? O'zi odatda meni ishim nariyoqdan ketib, bu yoqdan qaytib kelardim. Bu yoqdan ketib, bu yoqdan qaytamiz. Ketdik. Bismillah. O'tinglar oldiga. Kamerani apparatchi yaxshi olayotgandir, xudo xolasa. Lekin syomkani bitta ko'rib olishim kerak shekilli-da. Hop, qanaqa ketyapti, nima ketyapti? Agar mabodo o'xshamayotgan bo'lsa, hop. Ketdik. Yaxshi ketyapman deb o'ylayman. Wow, mana bu go'zallikni qara, tutti. Bu ikkita hazrat o'tib ketishdi. Joyga yetib olishim kerak. Xudo xolasa qaytishimizda quyosh bitta chiqib bersa, qalay bo'l. Chotki mashallah. Mazza aka. Suv qatib, muzlab qoldi oyoqlarim. Ishonmasangiz, bitta ko'rsatib beraman. Mana. Ho'l bo'lib ketdi. Ha, Abdulaziz. Ha? Shunday aka. Yomg'ir yomon ob-havo emas-da. Shunaqa. Odamga yoqtirmaydi. Bilgan millatda aka. Norvegiyalik yetar ekan-da. Aha. Ular ko'p hiking qiladi, ob-havoga qaramasdan sayohat qiladi. Aha. Ob-havoni yomoni yo'q. Kiyimni prosta noto'g'risi bor derkanda. Noto'g'ri tanlaysizlarmi? To'g'ri, kiyim olsa ketaverar ekanda odam. Ha. Bu joyga. Menga o'xshab lekin xato qiladiganlar. Mani oyog'im qarang. Nima deyman? Ichigacha o'tib ketyapti. Ha, oyoqlarim hamma yo'g'im ho'l bo'ldi. Mana. O'tib ketdik. Ha, undan o'tdik. Onu daraxt, katta daraxt tagida-da. Hozir qaytamiz.
Qaytamiz. Mamlakatiga qaytamiz. Jahongirlar ko'rdilaringizmi? Jahongir sarg'a bolani. Ko'rdilaringizmi shu yerda? Ko'rmadik. Men sizga yozdim-ku, ko'rdim dedingiz-ku. Instagramda ko'rdim. Ha. Ular ham hali sizlar Latirburunga kelyapsiz deganlaringizni Latirburunni shitdetda ular. Endi Latirburunga qasdaydi. Ha, kecha nimaga chiqdilaringiz-ku? O'shinsiga. Husanxon qora akalar shu yoqqa chiqishgandi. O'shinsiga Ha. Ha. tepasiga chiqdi. Yo, tepasiga chiqishmadilar. Ular shu ko'lga borishgan, qaytishgan. Ha, lekin drondagi video dahshat chiqdi aka. Okey, u endi Instagramga-da, YouTube'dagina prosta yorib olganlar. Undan ham yorib olganlar. YouTube'ga yo'q, YouTube'ga dahshat. Voy salam. Men kecha sizga chiqmaganim 20-gacha mehmonim bor deganingiz uchun sizga chiqmadim ham. Ha, 20-gacha shu Husanxon akalar dedi. Kecha ularni chiqishdi do'st, siz chiqmadingiz. Yo'q, men nimalar bilan yurdim. Oti nima? Jahongirlar bilan. Velik minlik. Hop. O'yda ko'prik bor. Ha, ko'prik bor. Qadam. Jamshon aka, Maminga kirsak ham bo'ladi. Iye. Maminga tushsak ham bo'ladi. 17 ta ham bor, yo'lda bo'yda kattarog'i. Mami ko'prikda. Nabi aka. Xudo xolasa o'tkazmaydi deb umid qilaman. Telefonim bilan aloqamni topdim. Bering. Lekin vatamom qo'l bo'ldim bor. Ozgina. O'tibdimi ozgina? Ha? Hozir o'tdi ko'prik. Где-то 300 metr bo'lsa kerak aka. Ha. Bo'ldimi yo yana bormi? Chalating. Bo'l. Qalay bo'lyapti aka? Bir hafta videoga olib ishlagan bo'lsangiz endi dam olasizlar aka, xudo xolasa. Nimaga? Ya endi mamnun qilib dam olib. Biz ishlab maza qolamiz. Yo'q. Ketdi. Suvga tashlab turib. Yomg'irga qarang. Mamnun qilsa ham bo'lardi ekan-ku. Instagram format qilib. Bilmagan ekanman.
Mana nimani qila olmasam bor-ku. Xafa bo'lasizlar. Ey yomg'ir to'xta. Biz bir dron olmadik-ku. Biz bir kadrlar qilaylik. Ey yomg'irjon to'xtay qol. San Diego. Bernabéu. Santiago Bernabéu. Oh. Mana radar. Bu. Aka mana radar. Akalar. Abdulaziz. Mana radar yoningizda. Ha. Bular ham radarni bekitib qo'yadi. Bular ham radarni bekitib qo'yadi deyman. Radar bekitib qo'yadi deysiz? Ha. Sayohat yo'lasa qanaqa odamlar bilan chiqish kerak? Aha. Abdulaziz aka. Sayohat yo'lasa qanaqa odam bilan chiqish kerak? Qanaqa odam bilan? Aytmasa odam mana shunaqa yomg'irda ketdi deydigan odam bilan. To'xta-to'g'ri. Qo'l bo'ladi. Shash bo'ladi. Momentda fil qiladigan odam bilan chiqish kerak. Momentda fil qiladigan. Alhamdulillah. Shvetsariyani bu safar boshqacha ko'rdim bor. Yo'q, O'tgan safar anaqa bilan akam bilan kelganimda. Abdulaziz. Shvetsariya bu marta ketuvdim. Yo'q. Keyin iyul oyida kelmayman-da. Iyul oyida issiq bo'lar ekan. Ha. Avgust zo'r ekan-a? Avgustdan issiq bo'ldi lekin Abdulaziz. Issiq bo'ldimi? Ha, kech. Anaqa Alisher akamga kelishgan paytda ham yomg'ir, sovuq bo'ldi. Kurtkalik yurdilar. Shuni tagida nima qilsa bo'ladi-da, aka, piknik qilsa bo'ladi. Shu yerda qilamiz biz doim. Aka, qarang, iyul oyida kelganimdan ko'ra 3-4 barobar suvi ko'p. Mumkin. Akam bilan keluvdim-ku. Ha. Почти suvi yo'q edi. Mumkin. Nima deganini bilasizmi? Qanchalar suv qolibdi deganlar. Erta bahorda kelish kerak ekan. Ha. Yo'q. Ma olib qo'yamiz sizlarni. Hammamiz bir-birimizdan olib qo'yamiz. Svetoforchi yomon chiqyapti. O yoqqa borib to'xtasa to'g'risiga vaqt. O'sha yerda ham bor. Lekin u yerda uni nima xalaqit beradi. O temir. Salon qaytadimi? Svetofor xunuk bo'lib qolyaptimi? Ha, ozgina. Yatak. Lekin bus buriladi akalar. Bus buriladi. Tepadan ham chiqsa kerak. Yana mana shu yo'ldan qaytamiz. Olib qo'yveradi. Nima qilamiz? Birorta bizga o'xshagan chiqib qolsa zo'r bo'lardi. Olib qo'yardi uchalamiz. Qatta oling aka. Quruq narsangiz yo'q-a? Oq futbolkangizga artsam bo'ladimi? Bo'ladi. Habba aka. Yo'q, bemalol.
Artmasa bo'lmaydi. Vay, onasini yemsa. Aka, yorib ishim bo'ldi. Olayım shuna qilib. Siz olib qo'ying. Yuh. Sizlarga qarang. Bitta qaraban beraymi? Bo'ldi. İşga sadoqat mana bunaqa bo'ladi azizlar. Mana bittasi. Mana akamning turishlarini qaranglar. Yomg'irga qaramasdan sizlarga bizga kontent qilaman deb Jamshid akam uyib ketgan bo'lsalar ham mana kontent qilyapmiz. Ona dahshat video bo'lsa kerak YouTube'da. Turinglar, xudo xolasa e'lon qiladilar. İşga sadoqat mana bunaqa bo'lsa kerak azizlar, qaranglar. İşga sadoqat mana bunaqa bo'lsa kerak azizlar, qaranglar. Mashinalarni to'xtatib, yomg'irda hech nimaga qaramasdan mana xo'l bo'lib ketganmiz, xo'l. YouTube'da biz uchun zo'r kontent bo'lish uchun Jamshid akam tinishmayapti, borku. Xo'l xullas. Voy. Hammasi xo'l. Jamshid akam uyib ketganlar. Mazza aka. Mazzami? Mazza. Aka, YouTube'da biz uchun kontent qilish uchun shunaqa qiynalar ekansiz aka. Qoyil ekan. Endi anaqa nimasi bo'ladi? Agar o'z ishingizni yaxshi ko'rsangiz, bilinmaydi aka bunaqa qiyinchiliklar. Shunaqani chunki siz nima o'tganingiz motivatsiya berib turadi, dedi oyim sizga. Men shuni bildim, 5 kun yurib, filmni asosiy tomoshabini o'zlari ekanlar, o'zlari uchun ham film qilar ekanlar. Voy, to'silib qolibdi-ku. Takishto azizlar. GoPro ham yarim soat 35 minut videoga olalar ekan xolosda. Azizlar, o'zlari bir go'zallik ko'rsin, ha. Mana go'zallik uchun. Yodlab olibsiz-ku. Boshlayman-da, aka. Ajib frazalarıngiz bor. Yo'q, anaqa. O'z o'ylaganingizdan. Nima? Mashhursiz o'z o'ylaganingizdan. Yo'q, Bu dunyo başqani qarab jannat qanaqa ekan-da, shunaqami? Jannat qanotiga arzimas bu dunyo shunchalik bo'lsa. Nima aka? Yo'q, bular jana qaramaydi. Muammo qilmaydimi, muammo qilsa yana 1 soatga qo'shtiradi-da. Ha, maksimum. Ha. Yo'q, to'g'riga biz, to'g'riga. Yo'q, muammo deb yopilib qolmaydimi, rostmi? Bahonasi yopilmaydi. Hech bo'ldi, 18 15 kecha. 18 15.
Ketdi bo'lmasa. Pashshani qanotiga arzimas bu dunyo shunchalar go'zal bo'lsa. Qancha amallar bilan qiynalib Allohning roziligi bilan kiriladigan jannat qanaqa ekan? Ya Alloh, jannatlaringga kirgizgin Robbim. Jannatlaringni ham ko'raylik. Bu dunyoyini ko'rdik Robbim. Jannatingni ham ko'rsat o'zing. O'zingning rahmating bilan, o'zingni qudrating bilan aziz qilgin bizni Robbim. Bu dunyoyingda ham, jannatingda ham. Alhamdulillah. 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 Qaramasdan tabiatga. Shuni ayting. Ketdik. Men sizlarni kutyapman. Chiroyli ekan ya. Ha. Narigi tomoniga o'tmadilaringizmi? Yo tarafidan chiqib, yo tarafidan tushdik. Narigi tomon vashcha opasniku. Yo. Sizlar bu tomonda turibsizlar. Ha. Yo, oz qoldimi? Tirikligingiz Allohning bizga bergan mo'jizasi ekan-da. Ha, xo'sh. Bo'ldi. Men endi qo'pol bo'lmasin deb nima qilyapman-da, o'lib ketishingizga ozgina qoldimi? Sizni tirik ko'rib turganimdan g'oyatda xursandman. Nimaga deydi? Nimaga? 1,5 yil oldin kelganimda siz Oybek aka bilan Ushatdan tushgansiz. Qishda. Qorda. Kirpanchuvda. Muzriyda. Voy. Tirik ko'rib turganimdan xursandman aka. Kecha prosta o'sha yo'llardan ko'rib o'zimga ishonmay ketdim. Chiqqaningizga. Yo'q, sizlarga biz normalniy chiqdingiz. Yo'q, charchadik, boshqa qildik. Lekin yo'llarni hammasi cho'tkiydi. Ha. Bugun chiqa olmaysiz. Bugun juda xavfli. Qancha bo'lishi mumkin, qancha bo'lishi mumkin. Qancha tashna bor ekan. Ha, bor. Men demoqchi bo'lganim Abdulaziz, sizlar Jamshid aka video qo'ydilar-ku, yo'lni bu tomonidasizlar. Yo'lda nari tomondagi toqqa chiqmadilaringiz, to'g'rimi? Aytolmani aka. Yo tarafidan aylanib turib, bu yoq tarafidan tushdik. So'ngga aylanib. Yo, unaqa bo'lishi mumkin emas. Ha. Yo'lni bitta aylanmadilar sizlar, to'g'ri? Ha. Sizlar o'tgan safar Men u tarafdan unaqa bizlar uncha chiroyli emas. Ha, bu yoqqa. O'ngga. Yo, Abdulaziz adashasizda. Ha. Yo, uni narigi yo'lmidi ekan. Narigi tomonigami? Yo, narigi tomoniga chiqmaganman. Videolarni ko'rganman-da. U yoq tomoni o'zi ashininsida o'lim nimasi deyshar ekanda. Juda ko'pchilik o'lar ekanda u yoqqa chiqib. Belingizga nimalar boylab olib yurar ekansiz u yoqda. Ha. Yo, anaqa emas. Kontent qilishga arzimaydi endi. Ya, to'xtang. Biz o'tgan safar shu yoqdan yurdik. Men bitta yurib ko'rib kelib beray, akalar.
Berk. O'rtoqlar, Videomiz tugadi. salomat bo'linglar. Shvetsariyada ko'rishguncha. Hayır. Yorlar için video bo'ldi o'zi ham. Alhamdulillah. GoPro 50 minut zaryadga olar ekan. 50 minut videoga olar ekan. Qani ko'ramiz necha gigabayt bo'lganini. Agar zaryadkasidan 2-3 ta qolinsa, bemalol maza qilib 2 soat video olib yursa bo'lar ekan. Xullas biz xayrlashamiz, velikka keldik. Ketamiz.